Python dasturlash tilini biz bilan o'rganing. Bugundan boshlab sizlar bilan Jahon IT jamoasi hamda Jahon o'quv markazida Python dasturlash tilini onlayn kurslarini boshladik. Onlayn kurslarimizni 0 dan Pro darajagacha bepul bizning YouTube kanalimizda o'rganishingiz mumkin. Bu yerda Python, undan tashqari HTML, CSS, JS, AI bilan ishlash, ya'ni sun'iy intellekt bilan ishlash, kompyuter savodxonligi, ya'ni ofis dasturlar Word, Excel, PowerPointda professional ishlash darslari ham bu YouTube kanalimizda qo'yib boriladi. Obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Demak, vaqtni cho'zmasdan bugungi darsimiz boshlaymiz. Demak, Python bilan tanishuv. Xo'sh, o'zi Python nima? Uni soddagina qilib aytganda, oson va tushunarli dasturlash tili. Xo'sh, Python orqali nimalar qilishimiz mumkin? Demak, AI, ya'ni sun'iy intellektlar yaratamiz. Websaytni backend qismini Python orqali oson, qulay va juda samarali yaratishimiz mumkin. Undan tashqari Telegram bot, o'yinlar, ma'lumotlar bazasini yaratishimiz mumkin va hokazolarni Python dasturlash tili orqali yaratishimiz mumkin ekan. Demak, darsni boshlashdan oldin zerikarli bo'lsa ham Pythonning tarixi haqida ozgina qisqachagina ma'lumot berib o'taman. Demak, Python 1989-yilda yaratilgan, demak 35-36 yil avval, даже 37 yilga yaqinlashib qolibdi. Hozir 2026-yil ancha bo'lib qolibdi. Va 91-yilda birinchi versiyasi e'lon qilinadi. Python muallifi Guido van Rossum degan gollandiyalik, ya'ni hozirgi niderlandiyalik olim. Python so'zi mana bu yerda internetga kirib Python deb yozsak, odatda ilon rasmi chiqib keladi. Ko'ring, ilon va Python belgisi. Python so'zini ma'nosi o'zi ilon degan ma'noni ham bildiradi. Lekin u o'sha paytdagi mashhur komediya nomidan olingan va shundan Python deb nomlangan. Hozirda Python deganda odatda mana bu belgicha, ya'ni ilonni belgichasi mana Pythonda ko'pincha qo'llaniladimi? Xo'sh, nima uchun Pythonni o'rganishimiz kerak? Demak, oson, qulay va yangi boshlovchilar uchun murakkab emas. Mana juda oddiy sintaksis, ingliz tilida yozilgan, juda ko'p kutubxonalari bor, bepul va ochiq manba. Katta kompaniyalar ham ishlatiladi. Demak, Google'da, YouTube'da yoki Instagram, Netflix, NASA kabi yirik va даже Telegram ham Python dasturlash tilidan foydalanishar ekan. Xo'sh, nazariy bilimlar bilan ko'p ham miyamizda band qilmaymizda. Birinchi darsda biz Python dasturini yuklab olishdan boshlaymiz. Demak, Python o'rganishni boshlagan bo'lsangiz, shu paytgacha siz kompyuterda ozmuncha ishlagansiz, nimalarni o'rnatgansiz. Endi shuning uchun Python internet brauzerga kiramiz. Google Chrome, Yandex, Mozilla farqi yo'q. Mana bu joydan download yoki skачать Python deb yozamiz. Mana download yuklab olish va python.org saytiga kirib, shu joydan oxirgi versiyasini mana bu yerda ko'rsatadi. Mana. Xo'sh, bugun mana 2026-yil 4-oyda shuni bossak, bizda
bu qismida yuklab olish boshlanadi. Manda o'rnatilgan, siz endi o'zingiz yuklab olib, mana shu Python.org saytidan, rasmiy saytidan yuklab olasiz. Yuklab olgandan keyin delete tugmasi bilan uni o'rnatgandan keyin uni terminalda tekshirib ko'rish kerak. Pythonni o'rnatib olganimizdan so'ng keyingi o'rnatadiganimiz bizni kod yozish uchun dasturimiz VS Code. Eng qulay dastur. Kimlardir Sublime Textda yoki o'zini terminalda yozishi mumkin, lekin VS Code juda qulay. Buni ham shu joydan download VS Code deb yozsak, o'zini maxsus saytidan yuklab olamiz. Mana bosadigan bo'lsak, birinchisi Windows uchun, bunisi esa Mac, Apple, qaysi sizda bo'lsa, odatda bizda ko'pchiligimizda Windows operatsion tizimi bor. Shuning uchun yuklab olamiz va mana bu joyda yuklamalar tushgandan so'ng dale qilib buni o'rnatamiz. Xo'sh, o'rnatgandan so'ng Python bizda ishlayaptimi, yo'qmi? Buni ko'rib olishimiz kerak. Xo'sh, mana VS Code'imizni ochdim. VS Code'da mana tepa qismida terminal bor. Shu joyga kiramiz. Mana new terminal. Mana shu joyda version Python deb yozamiz, ya'ni Python. Naborot. Mana shu joyda terminal degan joyga kiramiz. Mana new terminal yozamiz. Python, ya'ni Python. Version va enter tugmasini bossak, mana bizda Pythonni 3.4 versiyasi o'rnatilgan. Sizda ham mana shu joyda qaysi versiya o'rnatilgan bo'lsa, chiqib kelishi kerak. Demak, Pythonni o'rnatib olgan bo'lsak, 3 darsimiz yakunlandi. Ikkinchi darsda Pythonda dastlabki kod yozishni ko'rib chiqamiz. Jahon IT jamoasiga qo'shiling.